Agar bozordan mana bunaqa kasal mol oladigan bo'lsangiz, buni davolab turib, yana qaytadan sotsa, nech pul foyda ko'rsa bo'ladi. Bugun sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Bu kasallikning nomi grija deb nomlanib, hayvonlarning bir-biriga shohlanishi hamda turli xildagi travmalar natijasida kelib chiqadi. Bu hayvonimiz hozir narkoz holatida, bunga operativ yordam ko'rsatamiz va kasallikni bartaraf etamiz. Junlardan tozalab oldik. Endi buni operatsiya maydonini dezinfeksiya qilib, yod bilan obработка qilyapmiz. Qorinni muskullarini ham ikki qavat keladi. Hozir birinchi qavatini tikib, ikkinchi qavatini tikishdan oldin обязательно antibiotik parashoklardan qo'yish kerak. Sababi bu yerda mana ochiq jarohat ishlayapmiz, infeksiya tushishi mumkin, yallig'lanishi mumkin. Bu shu yerda yiring hosil bo'lishi mumkin. Mana operatsiya jarayonini tugatdik. Cho'zilgan terilar, go'shtning ortcha qismlari kesib olib tashlandi. Hayvonimizni tezroq tiklanish uchun shu ukollar qilamiz. Hayvonimiz tezroq tiklanish uchun immunitet ko'targani dastin preparatdan qilamiz 8 gramm atrofida. Ko'rib turgan mollaring 2 soatlik operatsiyani tugatib, xudo xolasa hozirgi holatda ahvoli juda ham zo'r. Bu mol 9 million so'mga olingan. Endi 20 kun 1 oy davomida yaxshilab qarab 12 million yoki 13 millionga bemalol sotsa bo'ladi.